Mahalla raisi. Normalde Ramazan, Guliston nefisinden 3'te çıkardı. Mahallalar falan yerine 3'te çıkardı. Hasan ve Ziyoratxon, Fayzin ve Didoraxon. Birinci sektorda yok, üçüncü sektorda bu. Çıkarılıyor. Birinci sektordan Uşol nefisinden bitta çıkardı. Hoca Akbar ve Hüseyinxon. Fakir mahallasi qaror yig'idan 5ta chiqaradi. Fayzulloy va Hanifaxon, Murodaliyeva Gulchehra, Ibragimova Davlat Podshoh, Hikmatov Barodjon, Nazarova Safroxon fakir mahallasi qaror yig'idan chiqaradi. Temir daftardan. Sebzor nefida 3ta bor. Abdurahmonova Shohrux, Ismatullayev Dilnora, Tursunova Mukarramxon. Sharqobod nefisidan bitta chiqaradi, Shomat va Nozimjon. Shular bor xolos. Chiqaradigan 32 ta ro'yxatdan shular shakllantirildi. Savollar bormi? Bizda bu o'rganish ozgina nima bo'ldi? Xotira o'qishga kelib, ro'yxatimiz bor. Shu o'rtasida tanish bilish qilib nima qilgan o'shalarni bartaraf qilamiz. O'shani qo'shing. Mana qaraydi o'zlar. Hozir juda hozirgi to'g'ri korrupsiya degani shu tanish bilish qilib qo'yish. Korrupsiya. Hozir maktab to'rttasi tomon bartaraf qilishimiz kerak. Bu maktabda nima bo'lishi juda muhim holat.